Hoca aka, sizga 2020-yil Gentra topib qo'ydim. Kraskalari toza ekan, balonlarimiz 80% gullari, motor hadoyda ishlar yo'q. Tonirovka ruxsati bormi aka? 8 oy ruxsatlari bor. Sanlo holatlarimiz ideal. Evakor kovrilar qo'yilgan, Malibu rul, Malibu barlar qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan. Xullas ekan, mashinamiz tiniq, tayyor minadigan holatda akalar. Bu Farg'ona mashinasimi, qayerdik? Farg'ona shaharda mashinasi akalar. Orqa holatlarimiz ko'rasizlar. Necha pul so'rayapsiz aka? 11200 kami bor-a. Necha pul atrofida chiqsin? Necha pul atrofida chiqsin kelishamiz. Shu endi tushunib beramiz aka. Ozgina kami bor-a. Amerikan hamma yo'q bor, tayyor. Hamma yo'q tayyor qilib akamiz buni ishga tayyorlab qo'yishibdi. Nomerni aytib o'rasiz aka. 90lik 274 99 00 nomerga aloqaga chiqasizlar akalar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin akalar. Hoca aka, sizga 2020-yil Gentra topib qo'ydim. Kraskalari toza ekan, balonlarimiz 80% gullari, motor hadoyda ishlar yo'q. Tonirovka ruxsati bormi aka? 8 oy ruxsatlari bor. Sanlo holatlarimiz ideal. Evakor kovrilar qo'yilgan, Malibu rul, Malibu barlar qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan. Xullas ekan, mashinamiz tiniq, tayyor minadigan holatda akalar. Bu Farg'ona mashinasimi, qayerdik? Farg'ona shaharda mashinasi akalar. Orqa holatlarimiz ko'rasizlar. Necha pul so'rayapsiz aka? 11200 kami bor-a. Necha pul atrofida chiqsin? Necha pul atrofida chiqsin kelishamiz. Shu endi tushunib beramiz aka. Ozgina kami bor-a. Amerikan hamma yo'q bor, tayyor. Hamma yo'q tayyor qilib akamiz buni ishga tayyorlab qo'yishibdi. Nomerni aytib o'rasiz aka. 90lik 274 99 00 nomerga aloqaga chiqasizlar akalar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin akalar.